50 litr salaka bilan 1000 kilometr yuradigan Isuzu'ni ko'rganmisiz? O'sha Isuzu mana shu bo'ladi. Bu Isuzu avtomobilimizga motorni ochmagan holati 70-30 sistemasiga gaz o'rnatib berganmiz, ya'ni gaza dizel. Bunga qo'yilgan zapchastlar bilan bitta tanishtirib o'tsam, Miyasiga kiradigan bo'lsak, Alex brendiga tegishli Polsha Miya zapchastlari, reduktori esa italyanskiy reduktor, farsunkasi ham italyanskiy original farsunka bilan jihozlangan. Balon qismiga keladigan bo'lsak, ikkala tomoniga ham ikkitadan 150 talik, ya'ni 4 ta 150 talik bilan jihozlab berganmiz. Baklari ham akkuratni joyida qolgan. Balon turish holatini ko'rishingiz mumkin. 3 tadan shvellerga chiroyli joylashtirib berganmiz. Nima uchun shvellerga? Bu chunki izotermический bo'lganligi uchun buni tepaga ilish iloji yo'q. Shuning uchun shvellerga mustahkam qilib joylashtirib berganmiz. Gaz qo'yganda shofyorga qiyinchilik tug'ilmasligi uchun ikkala tomoniga ham zapravka qiladigan kranlarni alohida qo'yib berganmiz. Balon kranlarini ham original qilib, hammasini chiroyli qilib berganmiz. Bu xizmatimizga biz 1 yil kafolat berganmiz. Sizga ham shunaqa 1 yillik kafolatli xizmatimiz kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni yaqinda gaz qo'ymoqchi bo'lgan birodaringizga yuborib qo'ying.